alaykum hammaga. Mana bizda ko'katlarimizni pishirayotgan prosessi shunaqa pishadi. Hech narsa qilmaydi chirsilasa, lekin mana ozgina yog' bilan zato shunaqa ishib chiqadi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Mana qarang. Qanaqa zolotistый chiroyli bo'lib chiqadi. Mana ozgina yog' bilan shunaqa ishib bo'lib chiqadi. Mana keyingisi sirli nachinkasi и zelenli bo'ladi. Biz o'zimizni uringanlarni mana qaranglar, qishib qolgan, salgina chetlari qishib qolgan, lekin buni sotuvga chiqarmaymiz. Lutchi tayyorlab, pishirib ko'rsatib berganimizda bizga shu buzilmayroq. Ham o'zimiz ham yeb olamiz maza qilib.